Assalomu alaykum qarindoshlar. Xafa manglar abay to'g'ri uzilib ketdi. Shunga abayqi videoni itib etdim, yo'q qilib etdim. Qarindoshlarimiz hozir Istanbulda juma vaqti hozir. Balki hozir chiqyapti. Biz bo'lsak, men bu yerda ma'lum bo'lgandan keyin biz juma vaqtini yana bir yarim soatlardan keyin bütün o'quvchi bolalarni yig'ib, necha yuz kishilik juma o'tkazamiz o'zimizning maktabimizda. Qarindoshlar, bugungi chiqishimning sababi hashtagni qisqacha tushuntirish. İnşallah doğru ko'rsanglar. Çünkü hashtag zaten nima? Hashtag 2007-yilda chiqqan bir millat bilan taqtish uchun qulaylashtirgan bir narsa. Hashtag aqsiga xohlagan mesajingizni atsangiz to'rbakdek ishlanadi. Endi biz necha vaqtni yoqib biz nima ish qilyapmiz qarindoshlar? Biz qilgan guvohlik videolarimizni, rasmlarimizni chiqarib, anondan keyin bazı insanlara avatyapmiz. Ularning tor bekitlariga chiqarib, Facebook saytlariga, YouTube videolariga nihoyatda yaxshi, nihoyatda Alloh rizosi uchun mushta yaxshi xizmatlar olib beryapti. Tashkilni 5-6 kishi, 7-8-9 kishi tarjima qilib qo'yatgan nihoyatda yaxshi ishlar bo'lyapti. Endi men hashtag kelgan chog'da, qarindoshlar, hashtag bir tor bekiti emas. Tamam mı? Siz çıkargan her qandaq bir resim, video mesajning ichiga tushuntirish berib, ani qo'shimcha qitvatsangiz, bu shu faoliyatning ichiga qitilib ketadi. İlla MeToo Uyg'ur bo'lishi kerak yo'q, ya'ni boshqa faoliyatga qatilsam bo'ldi. Ammo hozir shu MeToo Uyg'ur shakllanib menyapti. Endi ba'zan qarindoshlarimiz bunday qilib qarindoshlar. Rasmlarni chiqaryapti. Masalan, bir o'rnak ko'rsataya. Masalan, bunda bo'lsa, tamam mı? Resim var mı ya da? Resim var. Üstüde çokum kısıkçı çöndürüş ve koşumça MeToo Uygur bulamdı, Free Adil Cimit bulamdı, Xi Jinping yokal, kanxor, erkandak Free East Türkistan bulamdı, Save Uygur bulamdı, çokum mişeyi yiziş gerek. Miyadaki resimdeki gaplar ançı mühim emas. Resim bunda çıkırsız, lekin miyadaki mesaj asli mühim. Bu mesaj bo'lmay qolsa, siz mingtal video chiqarsangiz mı, hashtag olarak görünmeydi. Yani bizning asli ishimiz bir qulaylashib ketdi. Burun bo'lsa, biz guvohlik video ishlab bo'lgandan keyin shu qarindoshlarimiz, masalan Uyg'ur deymiz, hatto Abdurahmon Hasan qarindoshimiz shu faoliyatni qilyapti, tarjima qilib degandek va boshqa qarindoshlar yig'ib qilyapti. Ana buningga ortiq ehtiyojimiz ya da avatsek bo'laverdi. U yerga men avatimiz, mani qo'shgan chog'da burun telefon qilib, aka, yafkam, men guvohlik videolarimni ishlab bo'ldim, rasmni qilib bo'ldim, mail qutingizga avat bo'ldim, xapamay chiqarib qo'yamsiz deb mushta qilatdik. Hozir undan narsa kerak yo'q. Mushini ustiga mesaj yozgandan keyin ish tugaydi. Hech kimga telefon qilib yorulmaysiz. Bugun mushu Free Adil Mijit, bu arada hammanglarga Alloh razı olsun. Bu hafta Adil Mijit, Free Adil Mijit faoliyati bo'lyapti. Inshaalloh davomli taqib qilib turaylik. Sizlarning, ya'ni millatning taqatgan nimalari bilan inalhamdulillahi robbil alamin qarindoshlar. Bugun dadamning maqoli chiqdi. Şimdi ben makaleni bunda taqtib qo'ydim, ko'rdinglarmi? Lekin ustiga yanala Free Adil Mijit, MeToo Uyg'ur, menmi Uyg'urni qitib qo'ydim ve shu yerdagi muxbirlarning ismlarini ham qitib qo'ydim. Agar qatmay qolsam, bu MeToo Uyg'urning ichiga kirmaydi. Shuni anglasam, ba'zi qarindoshlarimiz 10 video ishlandaydi, har bir qarindoshim uchun rasmlar chiqarib qo'yibdi. Nimishqa mening rasmlarim, videolarım görünmeydi. Acaba ben videolarımda Xi Jinping'ni tiladim, yoki bo'lsa Sharq Turkiston degan gapni ishlatdim. Shuningga bular qasdandin chiqarg'izmidi, unda hozir tushundingiz hozir hashtag nimaligini. Demak, bu gap oqmaydi. Shu qarindoshlarimiz qaytadan, ya'ni faqatlam ustiga qitib bo'lgandan keyin Twitter ya da Facebook orqali cho'qim ustiga qisqa bir tushuntirish, masalan, nima yozdim, video bilan rasmlarni kutimiz inshaalloh va hashtaglarni chiqarib qo'ydik. Cho'ng bir ish emas qarindoshlar. Endi qarindoshlar, bu bir xil da'voning usuli
va boshqa qarindoshlarimiz davasini qilyotidi. Ya'ni bir-birimizga qarshi chiqmaylik qarindoshlar. Bir-birimizga o'q otmaylik. O'q otirgan ya bek iniq, shu yerga otaylik qarindoshlar. Hani foydasi yo'q davatqantoq. Foydasi yo'q davatqantoq. Ya'ni bir yarim kun bo'ldi qarindoshlar. O başta chiqargan mening ayolim, mening qiynfuqam va o'zim 1 minutlik video chiqargantoq. 10 necha ming odam ko'rib bo'pti. Muxbirlar aloqalashyapmiz. Adil Mijit'in sırt belki %10% Adil Mijit'i tushundirgan bo'lsa, qolgan %90 millatning nima ishlar bo'layotib uni tushundiryapmiz. Yani use your common sense. Aqlan kullanalım ihvani yapma. Qo'llanglar bu ishni. Burunqi chiqargan, bir yilning oldira, 2 yilning oldira chiqargan videolar, rasmlar bo'lsa, ustiga abay deganlar çok kolay ya, bek oson. Hashtagni qaytib o'tinglar, ish tugaydi. Çok basit. Buningdan oson ish yo'q, inshaalloh taala. Qarindoshlar, Alloh rizosi uchun taqdiqinglar yana bir gap. Bu qandaq bo'lib mushtaq yelib ketir bu xabarlar qarindoshlar. Başta asli, yani pek çok yakıtıran buldum ama başta asli qarindoshlar, nurg'un davlatlar, yani nurg'un hukumatlar bizning dardimizni asli biladi. Shuningga başta bu hukumatlar, Avstraliya hukumati bo'lsin, bo'pmi Angliya hukumati pek aktiv bu ishlarda o'zining TRT'sini, yani Türkiye'nin davlatga olan bir kanalı var, o bo'lsa TRT. Avustralya'da ABC, Australian Broadcasting Corporation. Angliyaning TRT'si bo'lsa BBC, British Broadcasting Corporation. Bularni vatanga avatidi. Hatta başta şu Taylanddagi turmadagi qarindoshlarning başta o'tirg'a chiqargan qaysi kanal? BBC. Shuningla bu kanal chiqib bo'lgandan keyin bu bir şekilde şu davlatlar, şu hukumatlar ishni ichib berdi, azroq ichib berdi. İchib bo'lgandan keyin biz o'tirg'a chiqishimiz kerak, şu ishni cho'ngroq ichishimiz kerak. Guvohlik bergash, uyadagi dat alamni tunutqash, buni deymiz. Shunga bu kangriydi. Boshda hukumatning davlat kanallari bağlan bo'lsa, keyin şu davlatning o'ziga tushsiq shaxsiy, masalan bugun chiqqanda Guardian kanalı, Fox, CNN, boshqa ular asli shaxsiy kanallar. Kengni ichib berdi. Chunki bu xabar yeyildi. Bu xabarlar yeyilgandan keyin shu davlatga turishliq xalq, chet elliklar to'xtab turib, "Men nima xabar?" deydi. Shu hukumatga ba'zi talablarda bulundu. Biz kelaki saylamda tamam sizin saylaylı ama bundan meseleler barken BBC'de koydum, ABC'de koydum, Fox'da koydum, CNN'de koydum, taraftırıq, hemisi çıkıdı. Şuna devletim, hükümetim bu işine oturup koyamsız deydi. Degenlikin onundan keyin liderler oturuğa çıktı bu işlerini. Şununla Abdurrahim Heyit meselesi çıkan çağda Türkiye devleti faqatlam o Abdurrahim Heyit chiqqan uchundan o gapni demedi. Necha vaqtning yoqi qilayotgan faoliyatlar, İstanbuldan Anqaraga yurishlar bo'lsin, shu to'salgan yurishlar bo'lsin, ba'zilar to'saldi, ba'zilar to'salmadi. To'xtamay har xil tashkilotlarning televizyonlarga chiqib tushuntirishlari bo'lsin. Bular asta yig'ilib ma Abdurrahim Heyitning nima deymiz? Bir deyim batı İngilizce hozir aqlimning kamayotidir. Ya'ni uch nuqtaga chiqqandan keyin bular anondan keyin dedi. Ya'ni Abdurrahim Heyitning videosi bilan bo'lgan ish ahvol emas, buning ichida oldin ola qilib bo'lgan nurg'un yaxshi xizmatlar bo'lgan. Shuningga Turkiya bir bayonot berdi. Shuningga hozir dunyodagi xabarlar nima deyotdi? Turkiya uchuq oshkora Xitoyga qarshi bayonot berib bo'lgandan keyin Xitoy javob berishga majburiyat qildi deb hozir xabarlarda o'zimiz ko'ryapmiz. Yine elhamdülillah sizlarning to'kpiktinglar bilan yana bir Adil Mijit masalasi bo'lsin ya bo'lmasa boshqa
o'xshamaydigan da'volarning nemisi yana kun tartibga kelyotidi. O'qni Allah rızası uchun Xitoyga qartib atayli. Ya'ni o'q derken emas, mushu fuchur vositalari hozircha mushu eng halol biz uchun yo'l bo'yotidi. Qo'limizning kelgani bu qarindoshlar. Mening gapim xato ketib qolgan bo'lsa kechiringlar. Qisqa tushuntirish beray degandim. Men bekchiq takrorlanib ketdim, ammo biz bekchiq takrorlanmasak eng oxirgi qitim qarindosh yana bir 30 sekund rasmingizni chiqarib olgandan keyin cho'qim va cho'qim bu yerga bizga yozib o'tinglar, tushuntirish beringlar, hashtaglar bilan bo'shliqsiz ko'rdinglarmi? Odil Mijitmi bo'shliqi yo'q. Mushlungdimi shu? Tamam. Nima bo'lib ketdi bu yerda? Pardon. So sorry. Ko'rdingizmi? Maqola har qanday narsa chiqarsangiz ustiga bir tushuntirish berib o'ting hashtaglar bilan. Shuningga nurg'un qarindoshlarimiz ko'ngli og'irlik qilibdi. Mening videolarim chiqarmay qoldi. Mening videolarim hech kim chiqarib bermaydi, o'zingiz chiqarsiz. Burunqidek unda işte bekchiq yaqyaptim, o'zimni qaytib inshaalloh tushundinglar. Tushunmagan bo'lsanglar kommentning ichiga yozib o'tinglar yoki bo'lmasa menga bevosita yozinglar. Ba'zan bek aldirash bo'lib qolmaydi, dammanlik qaytarmayman, lekin yozsanglar ham men atayin qo'pqanda chuqum ko'rma bir shaklda inkos qaytarmay inshaalloh. Ya'ni biz qarindoshlar nurun qarindoshlarimiz bunda wave qilib mesaj atar ekan. Bo'lsa assalomu alaykum deb yozib, qandaroq deb yozsangiz, men shunga inkos qaytarma. Bundaqlar wave qilib qo'ysanglar men inkos qaytarmayman, shuni to'g'ri tushuninglar. Bo'ldi qarindoshlar, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. O'tinib qolay, buni bir taqib qo'yinglar. Qarindoshlarimiz tushunsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah.